Samarqanddagi eng mashhur bo'lgan qadimiy ziyoratgohlardan biri bugun yangi ko'rinishda. Bu ziyoratgoh Imom al-Buxoriy ziyoratgohi. Biz bugun Ziyorat Travel'da bu dargohni ziyorat qilib chiqamiz. Imom Ismoil al-Buxoriy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning islom dini uchun xos so'zlari va ishlari, hadislari, xabarlarini yozib kelganlar. Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi Al-Jomi as-Sahih kitobining muallifi bo'ladilar. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yil Buxoroda tavallud topganlar. Ma'lum bo'lishicha, uning otasining bobosi birinchi islom qabul qilganlardan bo'lganlar. Uning otasi muqaddas rivoyatlar baxshilaridan bo'lgan ekanlar. 5-6 yoshlarida Ismoil Qur'on va diniy ilmlarni, xususan hadislar o'rganishni boshlagan ekanlar. Mukammal xotira egasi bo'lib, u o'qiganlarini tez o'rganib olar, so'ngra ularni har tomonlama tahlil qilardi. 16 yoshiga kelib, u o'sha zamonlarning barcha hadis to'plamini yoddan bilgan ekanlar. 825-yilda al-Buxoriy o'z onasi va akasi Ahmad bilan birga haj safarini amalga oshirish uchun Makka va Madinaga yo'l olishadi. Ziyoratni amalga oshirgach, onasi va akasi Buxoroga qaytib kelishadi. U esa turli musulmon davlatlari bo'ylab sayohat qilib, o'z davrining taniqli ustozlaridan ta'lim olgan. Rivoyatlarga ko'ra, u 100 minglab hadislarni to'plab, ulardan 300 mingtasini yoddan bilgan. U hayotining 42 yilini izlanishlar bilan o'tkazadi. Kitobi ustida ishlashni u Basrada boshlaydi va uni ko'p yillar davomida yozadi. Uning so'zlariga ko'ra, kitobga 1080 ta muhaddisning hadislari kiritilgan. Hadislarning ishonchliligiga ularni kelib chiqish manbasi va har bir zanjir aniq ko'rsatkich bo'la oladi. Zero yetkazib beruvchining axloqiy timsoli nazarda tutilganligi unga ishonish imkonini beradi. Manbalardan ma'lumki, u ko'plab kitoblar yozgan bo'lib, ular orasida Tarixi Kabir, Buyuk tarix kitobi ham bor. As-Sahihni yozgach, u Buxoroga qaytadi va barcha ilm istaganlarga ta'lim beradi. Bu orqali u odamlarni savodga o'rgatib, jamiyatga katta foyda olib keladi. Uning obro'si shu qadar baland bo'lganki, unga noma'lum hadis xalqda ishonchsiz hisoblangan. O'z irodasiga qarshi ravishda u Buxoro hukmdori Tohirid Xolid ibn Ahmad bilan nizolashib qoladi va Samarqand yoqasidagi Xartang qishlog'iga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. Shu yerda u 870-yilda vafot etadi. Samarqand viloyatining Chelak tumani Xartang qishlog'ida joylashgan qabri ziyoratchilarning eng hurmatga sazovor va muqaddas qadamjosiga aylangan. Buxoriy asarlari musulmon dunyosining barcha madrasa va dorul funonlarida Muhammad payg'ambar sunnatlari bo'yicha asosiy darslik qo'llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olim va ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar. O'zbekistonda Buxoriyning xotirasi munosib tarzda abadiylashtirilgan. Alloma abadiy qo'nim topgan Chelak tumanidagi Xartang qishlog'ida ulkan yodgorlik majmui ochildi. Qarang, bu Buxoriy yodgorlik majmui.